Sizlarga aytmoqchi bo'lganlarim intayin ko'p. Aytib bo'lolmaydi. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balki. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor ediniz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. To'g'ri, xato ko'midingiz. Bizga izchil hamroh bo'lib ishonchimizga ishonch qo'shib kelayotgani dal sarkarda murosim yurishligi. Sarkarda murosim yurish buyumlariga muhabbat singan. Shunga siz va bizning erishdig'inimiz haqiqiy sopliq ham a'lo sifat. Sarkarda yillardan beri uzluksiz izlanish, tadqiq qilish, yangilik yaratish natijasida mahsulot sifatini har bir inchki nuqtasigacha a'lolashtirib, har qanday ehtiyojimizga uyg'un keladigan mahsulotlarni bozorga soldi. Sarkarda murosim yurish buyumlari. Tilda doston qadam yetgan hamma yerda bizlar yor nega bo'lsak bu sarkarda. Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tojdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni orqali sizlar bilan suhbatlashganligimizda intayin xursandmiz. Suhbatimizga daxil bo'lasizlar. Bugungi sonimizda yana bizning aziz mehmonlarimizdan hammamizga tunishliq ijodiyatchi, naqshchi, usta muzikantimiz Asqar Muxtar ve suyumlik naqshchimiz Sami Erkin. Suhbatimizni davomlashtiramiz aziz mehmonlarimiz. Asqar Muxtar deganda oldi bilan balkim men orqali sizlarga tanishlik bo'lgan vatanim Sanjondan aziz, amon bo'lsin, 50 yoshim, kelmigach, o'qigan qatorliq nurg'un bizga ko'nglimizga arzigan ijodiy ohanglar bilan ko'nglimizga ta'sir ko'rsatgan inimiz ijodiyatchining mush asarlari balkim sizlarga notunish bo'lmasligi mumkin. Undan boshqa nurg'un yerlik ohanglar uslubida ishlangan ijodiy ohanglari va xalq naqshlari bilan nurg'un deganim hamda bu son haqiqatan oz emas. Undan boshqa o'zining usta yetilgan o'z yoshiga nisbatan o'zining orasidagi tangtushlari orasida tunilgan bir muzikant sifati bilanmi bizning qalbimizda nihoyat yaxshi bir sifat egisi. Biz orqali Asqar bilan bevosita ko'rish fursatiga yoki mundish fursatiga bo'ladigan tomoshabinlarimiz davomli Asqarning balalik hayotining qanday o'tganligi to'g'risida, buning nada tug'ilib, nada cho'g'ilganligi, muzika qanday ishtiyoq bog'lab qolganligi va muzikani qanchalik darajada ijtihod qilib o'rganganligi to'g'risida uchurlarga ega bo'lg'isi keldi ekan. Shu balalik hayotining to'g'risida so'zlashib bo'lamdi. Men Xotan viloyati Qarqash noyisi Qarsay yezisida tug'ilgan. Men tug'ilgan vaqtimda shu aqlim kelsin. Shu uyga bir jup soz esig'liq ekan. Duta tambur. Dadamni chaldicha shu dadamning dadasini chaldi ekan to'q. Undan keyin men shulardan aytatib dadam mashrabga, uyaga, shunday yerga olib chag'anni ko'rsatib, men bilan mashqlantirib shunda o'tgan. Shu bola vaqtdan tatbiqlar dadam shunda saz muzikalar bo'lgan so'rlarga birga elib bordi ekan. Birga bordi. Keyin chaldi, men qo'lim yetmagandan duta uzun bo'lgandan kichik vaqtim bo'ldi. Maktabga bormagan vaqt. Dutani karvatga tengib berdi. Tengib berdi. Qo'limdan tushib ketmagandan mushlab shunda. Shu vaqtdan boshlab sizim yetilgan. Undan keyin dadam kichik dutarni birini akab. Maxsus yastık akab berdi. Başlangıçqa berib qo'yguchi shu dutarni chaldim. Undan keyin başlangıçqa berib shu başlangıçdan faoliyat bu vallahi bayram bo'lsa, haliqi tunj o'rgangan naqsham bilim ish qilar bir naqshvat shuni dutarda anglagan dutar chal. Shuni aytdim. Jahonrano. Shu naqshni aytsam maktabda bek yaxshi mukofotlaydim. Unda hamma maktab musobaqa tushdi vaqti san'at bor edi. Shu bizning maktabdan birinchi bo'ldi. Sening sababing nima? Shu chaqda necha yosh vaqtda? 7 yosh vaqtimdan boshlab shu desak
Şu başlangıç bitirip boğuca tamburnuma ügendim. Tamburnu o vaqtda zahmekli çalıptı dadam. Keyin uni zahmekli çalsam bo'lmaydigan to'xta deb naql yozib bergan. Naql o'tir maktab kirib boğuca ajam Chimbuloq shunday klassik muzikalarni ügünüp tamburni hali yomon emas chalgan bo'lgan. Demak, Chimbuloq ajam degan so'ng ahog'ini boshlang'ichni bittagicha bo'lganlikda yodlab ma'lum. Shu vaqtda sizning yigit ishqi degan deyingiz chiqqan vaqt lo'yinda. Sen boshlang'ichni bitirisharsiz. Aşu deyni anlayttım loyun qiynab ağızıp öydük dedim. Loyun hep bana dep. Qiynab degan O vaqtda endi o turmush nimasi sal tuvan vaqtda emasmi hamda iqtisod tuvan uyda qiyinchilikli bor vaqtda bo'lganlikdan shunda qiynagan hamda. Bir Luigi deylan, bir Luigini plandan sırt chiqim qilg'izishga biroz aldirab qolgan gapda uydagilar. Shuning bilan uydagilar nima qilmayman, men ucharib bunda bir ish bo'tdi. Yangi qapatgan vaqtlarda u. Yangi qiqib pisang deymiz hamda shularga ustida qolgan qiqilmay tushib ketmaganlarda biz ustiga chiqib qiqib tushkil unmaydiganlar. Ashulani tushkizib yig'ib uni u yangiqning bahsi uchadi xil qimmatdi. Ashuni yig'ib 500 dan yana qildim men. Demak, bir daraxtdan haqlar o'zi qiqilib qaqamay qolganlarni pisang dovasa qishtimi demaydi o'xshatdi-cha. Shuni qiqib chiptiga qazilab sanab 500 yangiqdan bo'ldi. Endi bu yangiqni setib loyundan birini olamiz deb chiqib, loyundan birini olgan Qarqashdan bozorga chiqib bu vaqtda. Sharp line loyundan birini ilib, sonka. Onun lekin shu bozorga vosilikinde 4-5 koy pul urdi. Kuchaygan deylar loyun dey alamas sadatqa vaqtli. Ko'chirib taqib. Shu deylini anglab qulog'im qasi uzanlansa shuni ben oldim men. Endi pul bo'lganda keyin. Endi bitdi. Shu deylini elib sizning shu yigit ishqi parvonan bo'lay degan naqshlarni anlaytdim. Uyda anlaytdim. Maktabga men qo'chib qo'lim yanjuqimda ishtanning bir yanjuqi tushk chikma qo'limni tamburnicha. Mushundalam shu ishtiyoq bilan uning ustiga men ko'proq shu cho'ngni chalgan muzikalarni anglagan, radio orqali anglagan, sizning naqshlaringizdan anglagan shu yigit ishqi degan deyni Nurikam chalgan muzikalarni anglagan bo'lgandikin tamburda butun chalgan muzikalarning hammani kallamga singib ketdi. Yodlab menga. Undan keyin shu o'tir maktab mezgildagi ishlar shu yerda shu faoliyatlarda yaxshi bayram bo'lsa u yerda chelib ma'lumni menga amroq qilib, men u ma'lumniga amroq qilib degandek shunda ba'zi darsga kiyimim shu sirtli bir yerda o'tirib isim yo'q chelib, anda muzika chelib ketib, bir soat darsga kiymagan, shunda bir ishtiyoq bilan o'rgangan. Unutilib qolsa ham muzika chalsam o'chadi. Shuning bilan imtihon bir vaqt keldi. İmtihan bir vaqt kelganda qanday ular bu ishni deb imtihon beribdim. Ikki fandan o'tamadim. Bu oliy maktabga. O'tamagandikin endi nima ish qilish kerak? Uyga chiqib dadam bilan dehqonchilik qildim. Unda boshqa yo'l yo'q. Boshqa yo'l yo'q dedim. Chikatdim shu 9-oy vaqt. İmtihon berib bo'lgan vaqt. Deb dadam bilan taz etiziqda qo'noq sug'ab o'tirgan. Qo'noqni sug'urib tursam, shu muallimning bir motosi vardı. Shu tunib oldim, shu ovozni naraqdan kelgan. Stator moto deymiz, daling moto, oq bir moto. Uning ovozi yoda deydi. Chiqqan. Shu moto ovozi keldi, shu daraxtdan bir yerdan haydab keldi uni. Ma'lum chiqqancha u deb men qo'limda. Son dadamni chaqirdi. Shu viloyatlik spanda imtihon olgan, shu milliy muzik chatgan, 10 milliy muzik bola olgan. İmtihansiz qabul qilgan dedi. Shu bir qatnashib baqqan bo'lsa, dedi. Anqoch echiq etib ketman. Gapini anglab qo'yatmadi. Ketmanda o'zining ishi bilan dadam qanday bo'lar kimni ma'lum. Bu o'tmabdi imtihondan. Yoki basin o'tamiz qanday qilamiz deb. Shunda degan gap bo'lgan ekan.
bir bakson dedi. Ma'qul deb. Shu baduq bizning shu o'qigan to'liqsiz saboqlashtirimdan 4-5 yil bo'ldi. Bütün vilayet bo'yicha 300 bola yig'ilibdi ekan. Mening apagan sazlarimning sufatiga qolisam endi ayaga berib abalaning siziga. Mening deganlik shu to'pa qora endi to'tal tam bu endi. Endi ovoz yaxshi. Boshqa balaning sazlariga qolisam shuncha Yaxshida. Ajoyib. Unda deyishdi ko'ribdim bular uni men televizorda. Unda sazni amaliyotda ko'rib boqmagan. Aning hayvusdan qo'rqib ketib dadam ketiladi dadamga. Men o'tamayman. Bu bal alamat chağıday bu saz yemen noç iken deb shunda ayıpsın qo'rqib ketdim. Bir daraxtni tugib olsam bisi-bimi chatu, men olsam bisi-bimi chatu, bis tashvoy chatu, bir ajam chatu, alamat chatam bu ballar. Men bilgandikin bu ballamabdan chatgan. Bularni o'daymida tudim. Tursam Jibarshida ishki nima shu amallik qovdigochi. Ulan dadam parang'ishib o'tirdi. Dadam dutacha qilibdi shu. Jibarshida. Chaqirib ekan. O yaman chatga yaman adam deb anglab o'tirdi. Qashqabar bo'lsam balamni chadi dedi. Chapdi xotandan buyurish naqshligi chappadik. Chappazak bu odamni shunda xo'shlab ketdi. Adam yig'ilib ketdi. Bu shu bola o'tkudek dedi. Anglag'anlar shunda baho berdi dedi. Debdim men aytangay deb qap. İmtihan belki de çıktım imtihan bir malımla nime çalayısız dedi. Tembur olan tutağına geldim şunu çalayım dedi. Akilama nime çalsa dedi. Ecem çapayım dedi. Çalalamsız dedi. Çapa kaykana. Ecemle çaldım. Çap tügütüp anladım. Onun dikin yine birer müzik çalay dedi. Çımbılakını çaldım. Çap kusam tutağını çalayım dedi. Dutada şu yalnız çaldı. Yalnız. Dutani elip siz aytgan qiz alma degan naqshni aytdim. Qiz almani etsam, uni tugutib anglab, yine qanday naqsh aytaysa. Jiq naqshi biladimi men? Deb aytdim. Yine birini ayt debdi, Umar Jarimnikini aytdim. O maqsanglimda bir naqshi vardı, shuni aytdim. Etsam yaxshi. Makilarni deb qo'l chaqib bir udar mushlab, anasini naqshi. Onu mu to'g'ri deb berdim. Bana shikayatlarni debdi, o o'tmabdi men. Bitamabdimi debdim. Shunda bir hissiyatni chekdim. Chekitdim. Dadam oldida qanda berdim imtihonni dedi. Ish qilib berdim. Shikayatdi deyni. Abdan chaldim dedi sen. Kulib. Hemen saqlab baqili deb qarg'ayning uyida o'tirdik. O'tiribdik. Tushdan keyin natija e'lon qildi. Bağım kemedi çatlap koydu banga. Senin ismin çıkmaydı da. Ben endi o yerga chiqib bormay o'ltirsam beribdi dam kim to Asqar Muxtar deydi birinchi ulabdi. Kim to dam qopab adamga Asqar Muxtar mekana desa. Ha shu ekan. Mening balamga ya deb shunday yerni yugurib o'tiribdi. Keyin asta bitamagan bo'lsam men dadam mana bir tilga keldim ya. O'zini to'xtamay. Sen ütepsi deb keldi shuni ona nechinchi ulabdi desam, birinchi ulabdi dedi. Shu 10 bola tanlanib shu 2000-yili viloyat Ispanga rasm musiqa kasbi o'qidim o'sha. O kasbni ismi rasm musiqa kasbimi? U maktabda rasmni yaxshi o'qiganman. Rasmni shu sinf bo'yicha abdan sizitdim. May bu yoq. Rasmni sizamsiz aslimi? Hozirmi bormi? Hozirmi bor qilsam chiqib joydi bu ishlar. Muammoligini hech kim bilmaydi olaydi. Shu sidamsizmi, shu may bu yoq rasmlarni yaxshi sizitdim. Muzikani chaldik. 3 yilni bitkizdik. Bitkizib 2-yil bo'lgan turas. Shu maktabda o'qib turib shu o'qituvchilardan deyishib bizning oila sharoiti ancha yaxshi bo'lmagandan keyin sirtda restoranda ishladim men. Kashkda restoranda ishlab, kunduz maktabda o'qib, o'zimni hajim o'zim tepib, maktabda o'qidim. Dadam keldi, dadam shu restoranda ishlab, kashkda shu muzik chalib, aydim, maash to'qsib berdi. Ana shu mezgilda siz Xotinga bordingiz. Berib ketdingiz.
Yeni bir geldiniz, birinci kıtım görüşemedim. Okuş bütügen vaktin ki geldiniz. Kelge vakti da. Aşı üstüne vardınız. Nima ismi? Sağlamlık. Sağlamlık. Aşağıya bağa vaxtыңızda şu stranındaki direktörler hemmisi ma tamburni yaxshi chaldi deb qishingizga apadi. To'g'ri. Jozda o'tirib chappadim. Siz quchoqlab suyab qo'ydingiz. Onun dekin dadam bilan chag'in dadam shuncha xo'shlab ketdi. Siz nomeringizni yozib, sizning yurkamga yozib qo'ydim. Ukam deb nomeringizni yozib bergan. To'g'ri. Sağlamlık degan restoran esimda başka bir konuşkan vaxtımız şu. O vaxtıda başına balla tunuştuğunda bu dehşet çalıdığan bir balımız var. Yeş küçük. Ama ondan küçük de oyulmaptım da kaç olsun. Raz küçük diye bu kırdı. Bu balayla tunuşup otura müzikasını anlap anırken şu ben raz hayacanlandım. Özünden yeşiğe nispeten kol degenler resmiyle Muşu tembirçiler üz bildi. Kol nayt tez buluş gerek. Bu muşu tez buluş gerek. Teknika yetken buluş gerek. Arkadaş tarafında şunda bir adam qaylığı dekti. Ondan çelovatka ahanglar, klasik ahanglar. Çoğun ahanglar. Azmay, hiç qanday temtirmay. Çepte dadan çekpegen duttan. Ha, duttan çekpegen. Dadval işkizi qarab şundan emasligim keldi. Hani şu günden başlap endi bizning rasmiy tanıştığımız başlandı. Taşlaşmadık etabı. Telefon qilishdik. Men bag'anda ko'rishdim. To'lisi men bordim uçağda. Uyan qo'ydigan ishlarga. 2007-yili Taklamakan lo'nqisini tanlash yoshlar naqsh musobaqasi o'tkazilganda andin birinchi qatim sinovda biz Urumchida qaytib ko'rishdik. Lekin sening bu musobaqa kelishingda mening xabarim yo'q ekan. Endi uning natijasi nayt yaxshi bo'ldi. Asqar Muxtar u chaqda shu musobaqada birinchi bo'ldi. Lekin shu musobaqaning, ya'ni sening hayotingda, san'at hayotingda bir burilish nuqtasi bo'lgan shu musobaqaning oldi keyingi hikoyalar bilan o'rtoqlashsak bo'lar. Shu televizorda e'lonni ko'rgandan keyin bir tanishib baqay degan maqsadda. Mashinani olib men bunda bir ish qilmoqdim deb qo'yib, inim bayt qishimdi. Ayda gap hamısı. Mağdım. Ben mağdım tuğaş çoğuna. Mesela yığılap. İnan yığılap. Uzutup koydu. Abduzda çıktım. Çıkıp yan çoğumda iki tal deyvası diye. Nakşam. Ankoça otanda o nakşılını torgu çıkıp boğan. Şu çağda tor baştan boğan vakti. Şu nakşılın çekilişi bakıp kimnin cık çekilse şu 300'den içi kirdi o. Onu dekin, onu da 50'liğini tallayımız, 50'liğini 20'ni tallap, musabıqaga qatnaştırmamız gerekiyor. Demek torda aldıdan tallaydık yani. Şundan 1800 koy maaşımı elep, bir aylap. Çıktım. Çıkıp, hazan yataktan birini elep, Torxanda beni tapdım hem de. Aşağıya kirip oturup, torgu qalab oturup hem de, günde. Uruq tuqqanlığı telefon qıtma, Allah'ılığı deyipme. Bilet taşlanma. Bilet taşlanma ama qalısam 120'den aşmadı benim. Nakşamı çıkıp qadım. Başqalınınkini 6.000, 7.000'a çıkıp bartıp 2 gün oturdum. Yine şüphette 3 gün oturup 150'lik bade. Uçağda bir qatım bilet taşısı 2 koyusu varken telefonda. Şunu ola. Şunu sal tasbihgen buluşum. Çatak çıktı dep otursam künde alıp ketdi onunki. Kim bildi onu? Şunu ola yancık kuruldalı. Bunu hesap koyduk. Künde Torxanda bağı yıkıp onu köydün yattım. Ahırda bulanmıqılı qopaptım. Toxtan. Dep aşo. Şapanın yancıqının en tigin vaxtıda dememdi. Siz yazıp bergen telefonu. Elep dükkanın aldı da telefonu neme deme emdi. Ya başta çıkıştım bunu demedi. Dep asam. Vay dediniz. Akı ben otendeki temburcu bala desem. Oy ukam yaxşı tudan mı?
Ürümchiga chiqdimmi, shu Ürümchining numeri ekan u ma'o deb. Sarkarda alkuyar yurishlik tish pastalari hayotimning har faslida menga hamroh. U o'zidagi soflik va samimiylik bilan izchil turmushimda muhim rol olib, men bilan birga hayotimning har bir kortinishida o'zgacha bir ma'no bo'lib keldi. Sarkarda tish pastalari tish va tish milk to'qilmalarini qo'g'daydi. Eg'iz bo'shlig'idagi moddalarning g'ayri puruqini yo'qotadi. Sarkarda alkuyar yurishlik tish pastalarini hammanglarga tavsiya qilaman. Sarkarda yurishlik tish pastalari. Sarkarda. Tish sog'lomligiga ahamiyat berish u bir mas'uliyat. Tishning sog'lomligi tan sog'lomligining kafolati. Uzun yillardan beri tish asrashdan iborat bu muhim vazifani Sarkarda tish doktori tish pastasiga topshirdi. Shundaqla uningdan ko'zlagan nishonimga yetdim. Yuzingizga eng yarashidigini illiq kulkingiz. Kulkingizga yarashidigini durdona sog'lom tishingiz. Tish sog'lomligi masalasini men Sarkarda tish doktoriga topshirdim. Sarkarda tish doktori yurishlik tish pastalari. Men mishaga chiqdim deb deganimni bilibman, og'zimdan shu gap chiqdi. Ko'zimdan mo'ldirab chiqib ketdi. Gapni og'irnimi demedim. Oy sen neredesin? Ben palan yerde deb berdim. Aşağı keldi. Kurab bazım. Quchoqlashib ketdik. Mashinadan chiqandim shu yo'lda. Bunda gap. Deb ahvolni deb berdim. Abdulla akam ishxonasiga chiqib, qayta anglaydi bu naqshini deb. Menikini anglab, torga chiqib, tordagi butun naqshini angladik. Abdulla akam qo'lga telefonni oldi. Ma ishingizda sal ish bormi nima deb deb mas'ul odamga. Biz bir qalab baqila dedi. Keyin uxsaq. U vaqtda shu 15 kunga bir kani ası. Pulusi jiq chiqqan. To'g'ri, logika degan qolyapti-ku. Qanday odam Ahunda kadın 15 ni elib Allah o'ziga bilib tashlagan ishlarni uqtiq hamda. Men uni uqmagandan keyin o'tiribdim shu doktorning aytdi qalab. Da qilg'inmi yo'q aslida. Abdulla akam bo'ldi qatnashmagan bu musobaqaga. Menga ukam deb tamoq yedik bizlar. Undan keyin shu yuyandan oldin bir yataqni apadi. Yiqiraq yerda yataq urlashtirdi. Yataqni apadi. Min ko'y pulni berdi. Mana bu tamoqga. Ma yataqni yat. Men telefon qilganda pastga cho'sh dedi. Ma'qul. Deb ulush oldim. Bu chaqda qara endi sen degan bizning bir inimizda biz yaxshi ko'radigan ham yeshami kichik. Jalma ansirayman cho'mdi bu yosh bolalikqa biletni ishlarini ko'rman deb to'rxonlarda yursa yaxshimatisi. Bu yerga masadanmi kirdi, ba'zi kechich ashada. Qayshimda o'yinchoqni o'ynab tang odamlar bor. Lak o'tirib uyda qolib. Bu degan yaxshi odam. U yerda paloq bolang'iz deb yana to'r o'ynab o'tamiz deb biz kirishib qolmasin deb shuni chiqmagan u yerga. Bo'ldi bu musobaqa sen to'xtig'ina. Mening bir ishonchim bor. Mayli taklamakan lo'nqisini talashish bo'lsin. Yoki bunidan keyingi boshqa bir ishlar bo'lsin. Bu cho'qim o'zining talantini namoyon qila oladi. Unchalik ishonch menda paydo bo'lib bo'lgan. Uning ustiga o'zimda qara. Bir plan botdi. Sen chiqibsan shunday chiroyli. Men ishxonamga chiqdim. Sen bilan muzik to'g'riliq jiq so'zlashsam menga foydasi bor-da. Bu o'zi bilmagan darajada bir portlaydigan ichida bir narsa bor muzik to'g'riliq. Balkim yesh kichik bo'lganligi o'zini his qilolmaydi. Shu muzik to'g'riliq so'zlashni yaxshi ko'raman. Undan boshqa tövanda bizning 60 maydon uyon qo'ygan bir vazifamiz ko'z oldimizda bor. Menga shunday yaxshi bir muzikantda naqsh aytadi. Undan boshqa bizning yo'dik qo'shilsalarmi bu chaqda Saba ansambli degan ansamblning qurilgan vaqti. Tambirchasim bo'ladi, duttachasim bo'ladi, naqshasim bo'ladi. Yaxshi sening bu talantingni oldida biz haqq ko'stayli dedim men. Bevosita ko'stayli. Ana keyin unda musobaqalar davomli bo'lib turayotgan vaqtim. Bo'ldi dedim. Shunda biz ikkimiz uzun so'zlashdik. Lekin u musobaqaga qatnashdi yana oxir. Musobaqaga biz birga turmushga berib kelgandan keyin ayyorliqda ma'dab anamızın uygu bardık, ablakamın anasının uygu bardık, uydukilerden oltadık, bir akşam mundashtık. Keçiç çeliştik, o akıllarımız alamet çatken. Ben oturup taң atqış çağırıp çeptimiz, ablakam utlap kaptı o.
Shuncha no'chi o'tirib, shu anamiz uyda tamoq yeyishgan. Ondan keyin yenib keldik. Kelsak, men telefon tutmagan gün vaqtida topolmayman. Siz talanıpsizken aslida topamadık ne ketdiniz deydi do'konga kelganda. Ranjidikçu biz. Bu tanlanmagandan biz ranjib, sonra men turmushga boradigan bir ishim bordi. Faqat arilgim kelmadi buni bu yerga yolg'iz tashlab qo'yib, jira tanlamagan bo'lsa deb mashina sotlab turmushga ketdim. Meni akılarım bunun bozik. Bir tal temburni berde durukam çağan temburken so'ngakda yasagan tembur. O tembur bilan bir ishxonadan bergan. Shu idoraning ichidan bir ishxona, bir yotoq, kompyuter, uskun to'liqmag'ama. O'ldilar. Ishlab turmushga ketdik. Ayadan kirib saq shunda dedi. Qatnashmay desam taxa qatnashimiz deb qatnashdik. 50 ning ichiga kelib, 50 dan 20 ga kelib Hani 20'nin içinde şu değişteydik tutkan vakitte. O bak kızık işten bir soldan. Ettigine bir kirvanlar mı düştüğünkin cım musabıqını izlegendekin maqulda ettigini bazım ay to'layt qayırı kelgan chaqda. Öyle naqshi to'layt qayırı bek uzuncha açık hazır degan naqshini. Uzun nafas chiqadigan o'rni var. Qaydan unda yerda to'lamay desam hammasi qalab turgandan sat turdi to'lsam parlab ketdi ovoz etdiganda o chatoq chiqdi deb chuchuk tomoqni yeb endi qatnashay deb kelsam navbat kelgili bir ikki odam qoldi mana 6 nomer deymi pushtim tut bir yaqinimning nomerini deb bergan bu yo'q telefon qo'ygan uydagilarga uydagimi bir ish bo'lsa deb uydan telefon kelibdi dedi Asam inim aldı. Neredesiniz? Ben değiştiydi hazır. Musabıqada? Musabıqa qilmagan qopdim desem. Derhal gelip keldi dedi. Nima ish oldu desem, dadamni qatnashib qo'yibdi dedi. Tandir mashinasi qo'yibdi ekan. Ha, mashina deydi, motorlar qilib batmadi. Motorlar men ekan tandir so'qotib shunda bo'lgan. Vaqani gapini qildi. Shuning bilan o musobaqa kallandı yo'q. Qo'lam degan kalanka elishib, nima saqmi desam, yotib tutayna, shu yotib işte kulgimda kuzamda tayyor chiqadi, bitaptin dirim. Yirmi degandaycha. Bir dirim bir jig'ib ketdi. Ha, işte rasulsa musobaqani ish qanday qildi. Qatnashmayman deb mansam, ma'lum chiqib qanday o'tib qatnashmasangiz deb. Bu hal qilg'uch musobaqada qatnashmayman deb darvozaning tuyiga chiqdim. Çıksam telefon kıldı. Hazır hoşul geldi, gözünü açtı. Hepten tut oturganга. Eğremezdi desem, kulağından kan çıktı zannetçe. Kulağından kan çıkmagan bolsa, xatarlab keldi. Şundan. İşimni qilib, qatnashirman musobaqaga dedi. Ha, ma'qul deb kidim. Qatnashdim. Shu musobaqada bir ko'rinishi chiqdi, bir tinib o'tib, başladim naqshini. Bir xil shu qandaylar kayfiyatdan to'g'ri emas shunda onam bulab qoldi ya ta'lim kelib qoldimi qanday bo'ldi shu bulab qoldi haqiqatan shu musobaqadagi eng oxirgi hal qiluvchi musobaqadagi saviyam yaxshi ovozim bak yaxshi chiqqan lekin kayfiyatimga yaqin qayta taqlichi u narsa bu asqarning shu musobaqadagi naqshisi qaysi bir salindi qayta taqlidi shuni ko'rdim kayfiyat haqiqatan tuvanda endi bular endi chiqdi-ku seni endi tugidi bu ishda ulug' kichikni ish bor xap deganda chiqdi lekin oxiri natija yaxshi bo'ldi bolalar unda qarasam ma'lumlarni aptikan ko'rinishgacha sen ashaliq yuqori yerini shu aytayotgan vaqtida bir-biri bilan qarashib ma'lumlarni ko'zda qarsam mashinaga beraylik nomerni amal bo'lmadi bunga degandek bir inkas bor yaxshi bo'lgan undan keyin guvohnomani bergan deydilar Abdulla akamni qishqirdim basam Abdulla akam voy yaxshilabdi-ku muborak bo'lsin dedi telefon keldi dadamning ahvoli yaxshi emas dedi sizlar ko'rishyaplikda shu tamburmi men dedi u chog'da unudika u yoqdan gapini deyishib bo'lgan to'g'ri qanday qilibman işte shu ishni
kelgan chog'da bir pushayman bor. Bormay desam, balning cho'nman. Shu o'ylab chirib turgan. Dadam bilan men bo'lgandan keyin ba'zan bir işte amal bo'lib qolar. Onun ustiga musobaqada 5000 ko'y pul berganman. Mukofot qancha? Naqd pul bor yanchiqda. Mush pulni aprab, dadamni davolatib saqaytay deganlar kallamga keldi. Sizga deysam u gapni siz nimada shuncha hurmatimni qilib mishari bilan shuncha beshini silab yurgan odamga bunda desam nimada ishni dish bo'lgan tursak deb qoldim. Izdireksiz yo'qolib ketdi işte ular. Siz bergan tamburnimi bir oynamga bir qo'ydim. Mani saqlab turgan chiqma deb. Shu ketgancha kiysam ahvoli xil yaxshi bo'libdi ekan. An o'yin numarasi yozib bergandan keyin siz telefon qildingiz. Men ololmadim telefonni. Bu shuni yesh kichikda. Endi amaliyot u telefonni elib yoki menishdan burunaka manda ish bo'lib qoldi biz aksi unosu dadına ishida vodis men uqmayman. Nima ish bo'lganini uqmayman. Balki 3 kundan keyin biz uyingga shu. Men ayliq planim bu kelib men musobaqada birinchi bo'ldim aka degan keyin teximma ujiga chiqdi mening planim-chi. Unda bo'lsa endi musobaqada birinchi bo'ldi Asqar mana deb buni toza bir amaliyotda bir naqshga nisbatan yaxshi fursat-chi. Men shuni o'ylab Asqarga bir mo'min plan tuzib qo'ygan. Bu hamda shu hozirgidek aqli bo'lsa albatta aka dadam unda hodisa uchrabdi deb menga deytish mumkin yo telefon deyish mumkin. Bu xijlov qilib mushunchalar men aql qilayotgandan gapni qanday deyman bu gapni debma uni debdi ketib qoldi. Ham endi haqiqatan ansirish kerak bo'ldi dadamning. Uni ustiga men bek bir kunga turiblar yuzim bek degan gap qilolmay qolganlarimcha kam so'z hozir bu tez gap qilyapman. Menga o'xshaydi ekansiz. Kam kelishib oldinglar. Yoz kamsiz bu. Shunda bo'lib oxirida arilib ketganda his qildim hamda shuni yurakda bir yer bir chikit bor. To'xta, bu ishni tushuntirmasam bo'lmaydi deb tursam bir yer kat uyan qo'yqa shulab ekan. Arliq xeli o'tdi degina. Ha, xeli o'tdi. Unimay bordim. Ko'rishib qolib, ha, ukam keldingmi deb qoplam ketdina. Ketibdi. Tushib qoldim endi, gap qilolmadim. Yeni bordim kendim bir. Yeni gap anlag'olmabdi. Yatqig'ilam shu katga yatqinib so'rab yatqiga chiqib. Munda ish bo'lgan. Men og'zimni chiqarmadim, demedim, xijillab munda ish bo'lgan deb tushuntirib qilgandan keyin dedi. Men xiyolimda shu bu intizomsizlik qildi deb o'ylayman-da. Ha, shu o'yinda o'ylab. Bu qancha bo'lsa gap qilmay yo'qolib ketadi. Uning ustiga men keyin ben izladim. Izlab topolmagandan keyin bu xijilib olmaydi ekan telefonni. Bu bir odamning har bir odamning xarakteri o'xshamaydi. Balkim tushuntirish xijil bo'ldi. Ya shu vaqtida anda bir to'g'ri kelib qolgan ishni qayta yana bir qatam ta'kidlagingiz kelmadi. Shu. Bir fursat bo'lib qoladi deb orliqda bir necha yillar o'tib ketdi. Oxiri shu xotanga men uyan qo'ygan vaqtida bu ahvol deganda biz ham hayron qoldim. Fursat o'shada bir kelgan ham o'chaqdi, lekin u ota og'irqi vaqtida ham bu yerda men umuman fursat keldi deb cho'glab yursa balkim menmi u xolimasligim mumkin undan. Agar shu vaqtida Asqar bu ishga ishimizda to'g'ri kelib qolmagan bo'lsa, qara. Sen Urumchida ishingni boshlab ketgan bo'lsang, sen shu chaqda Urumchida qoldigan bo'la. Yana sizdan qo'sh bo'ldim. Yaxshi bola, bir yaxshi o'g'il, oilaning mas'uliyati bor, o'ziniki otaning oldidagi mas'uliyatini, oilasining oldidagi mas'uliyatini, cho'ng uyining ishini o'ylay olgan shu vaqtdami? Buning uchun taqa ko'pchilik bilan o'rtoqlashmoqchi bo'lgan bir fikrimiz, biz farzand bo'lgandan keyin cho'qim shu otlarimizning, shu onlarimizning biz qo'limizdan keladigan ishlarimiz orqali kichkina bo'lsa yukini yenib taskinimiz bizning yaxshi bola bo'layotganligimizning ifodasi. Shu ayni vaqt sening yashag'an nisbatan bu bir sening bir vafodor o'g'il bo'lib yetishayotgan ifodasida. Shu ko'rishib bo'lgandan keyin kunda, ha? Undan keyin yo'limiz yechilib ketdi. Dastlabda vatanim Sanjardan azal chiqdi.
Bu ijodiy ham başlanıp ketdi. Shu ijodiy ham men shu xotinga bir ishligini bo'lgan vaqtimda aka bir sizga tushadigan bir narsani qilg'in bor deb shuna bir ideya kelib qoldi. Men hayron qolgandim. Kallasiga bir hissiyot kelsa yoki bir tekst qo'lga tushsa, agar shuning ishtiyoq qo'zg'alsa bir minut turmaydi ekan-ku bu. Bu ijodiyatchi bunday odam ekan. Shu hamon nada bo'lsa, mushahada bo'lsa, mushahada qo'liga muzika shu yerdan boshlab keladi ekan. Vaqtni faqat o'tkazmayotgan, balki meniki bizning Olimjon Turan qatorliq ilmlarimiz davomli deb kelayotgan ilhom degan shu o'xshaydi. Dedim, endi shoirlar va ijodiyatchilarning bu xarakteri o'xshaydi. Bugun va'da qiladi, bugun kirib yo'qolib ketadi o'chaqda biz izlamaymiz. 24 soat yoki 36 soat degan vaqtida aka deb chiqdi. Shu vatanim jondan aziz degan naqshni hamda tekstni berib o'tgan. Bugun bundoq deb ondan ahog'ini elib chiqib qo'ygan bergan. Bek arzidi menga. Mashinalari sen degan qor mashinaning lavhasi to'la anglab, ammo qaytib kelgandan keyin naydi bir fursatlarni izladim hamda shunda bir yaxshi bir o'ringa qo'ysam shunday. Shundan keyin kechiliklarda aytdim o'zimizning naqshchiligimiz. Shundan keyin ondan orqadan aman bo'lsin. Shu 50 yashim ma yaqinda taqilgan kelmigach. Shu naqshida 50 yashim aman bo'lsin. Shu sizga ishlagan naqshlarning hammasi bir kechilanib tutgan naqsha. Jarayoni hammasini. Hammasi bir kechilar emas, birisi bir kechida. Birisi shu boshlabla aytib tutgan. Aytsam qo'lga tekizib qo'ygan. Bütün çelip müziklerini. Çünkü bunda qilishimdagi sabab men o'zimning naqshlarimni ishlayman. Boshqalarning naqshlarini ishlayman. Abdulla akam bir narsa avassa qattiq bir mas'uliyat tuyg'usi bormiki, o'zimda shuncha mas'uliyat tuyg'usi ishlayman. O'zimga his qildim endi. Boshqacha bir hurmatda. Rahmat. Haqiqatan shunday. Men uni ishlagan ahangimda o'zimga keyin anglab baqsam shunda angladi. Qanday gapdi bu deb qo'yman. Bu akam qopab matroza deydi shunda. Acayip yaxshi chiqdi degan ovoz bir kechidan chiqqan. O'qigan shu kelmagach 50 yaşım degan naqshlar bir kechida chiqqan narsa. Nostiki bir mukammal bitib ketgan shu bir kechada. Bana aytsa yaman bir bir muvaffaqiyat tuyg'usida telefon qildim. Mamnun shunda bir hayajon ishimiz u vaqtida shunda bir hayajonda ko'rishimiz. Chaqchaqlashib qo'yamiz endi xotin shiyusida. Men ro'za desam bitta kamida bu menda yo'g'on o'chaqda yo'q. Yengib oldi-da. Ishni joyida qilgandikini. Shunday qilib bir necha yaxshi asarlarni ish qilib xalqqa sundiq. Ishimiz keyin burun akfudachilikdan hozir endi rasmiy tuqqan rasmiylik hamkorlashuvchilar bo'lib ketdik. Haqiqatan bir ijodiyatchidan bundan ortiq narsa kutish mumkin. Behojat menimcha bir umrda bir ijodiyatchi 4-5 xalq yaraydigan ani o'tirg'i chiqara olsa, bu cho'ng ish. Ammo biz bu yosh bo'lg'achqa sizdan yana nurg'un narsa kutamiz. Biz ba'da hay. Texmi yaxshi asarlarning vujudga chiqishiga biz tilakdoshmiz. Biz tamburni mana shu Yusenyan Jamiye Nurmat Tursun ustoziniki chelish uslubi bo'yicha chelib o'rgangan. Ammo Abdulla akam hey matematik padalarni qanday qilib Trumpdan ishlayman qizaman. Deb shunda degan. Onu degan anglaydiganga bir material bergandi. Bu material shu O'zbekning tamburining yilsisi ekan. Tambur shu. U chelish nimasini o'xshamaydi ekan. Abdulla akam shu vaqtda his qilib bo'pti ekan. Demak, sirtninki bir narsalarni jiqroq anglashimiz bayquvchi abdan adam bu. Shuning bilan tamburni ochib tepedagi perdesini ishlaymiz. Qos tigidillam chap perda qo'ysaqmi tigillam ufurab uning shunda yo'l ko'rsatgandan keyin to'xta buni bir qilib deb shu ba'zi naqshlarga shu atlakam ham aytgan naqshlar hammaga tamburniki as tar chamog'liq. Yonsa tipidan shu tipidan boshlanib endi bum ovozda.
Tamburning shu tuvan yuqori tarafdagi bizning qo'limiz yetmaydigan yerlar bor. Ashun tarafdagi ovozni iliq adam bergan ta'sir bak cho'nqurlikka hissiyat to'liq ifodalangan o'rgata qilmoqchi. Endi bizda mana bir nazariya bor emasmi? To'g'ri. Ovozni yuqori ovoz asosan quloqqa tegibchi. Quloqqa tegish ta'sir qilish nuqtasi quloqda bo'ladi. Oldida bizning oladigan ta'sir shu. Ikkinchisi tuvan ovoz qism har qanday bir tuvan sada, tuvan ovoz qiladi. Oldida yurak tegadi ekan, mening his qilishimcha. Shunga men mushu tambirni biz ham chalolmayman lekin bes baqsamlar Niyaz chiqadi. Mayadagi ovoz shunda rohatchu. Mana mayadagi ovoz oldida ching yuqori ovoz bo'lgandan bunda. Shu o'ylab baqsangiz ham texnika yetdi ekan. Yani Nurikam, Hüseynikam, ustozlar orqali yetilgan texnika nahaydi. Endi yetdi bizga. Ammo mushuni qanday qilganda texmi yumshoqroq odamni yuragiga tegadigan qilgan bo'ldisa, dedim tambirini uzun yasaydi ekanmiz asqa. Nima ish qilib qo'limizni mayon opamay matrabni chalamiz. Ayanda qachon chalamiz dedim. Bu yan ütek ketibdi, tari yo'q tarafga yo'q yaligim chalgan ishlar bor. Shunda degandikin shu vaqtda mashq qilgan juma shu vatanim sen jandini azizga shu 5 yildan boshlagan tambirni shu yimsini boshlagan. Lekin jiqnaqchilik chiqatdi degansan. Tuvandan chapaqqa yeri yo'q tambirni. Abdulla akamning mushu ish kelgan chog'da hali izlanganligi bizga chiqishni o'rgatganligi chiqtirib turibdi. Uning ustiga mening ovozim shu Avının qayerda chiqqan bir ovoz yuqori aytib qo'yman naqshini burun. Endi aytgan. Yaqinni yaqinmish Abdulla akamniki mana yo'l ko'rsatishi orqali 2-3 naqshini tuvan dedim aytdim. Ya'ni ikki naqshni taqiladi yaqinda. Shu va'da yolg'on bo'lmasin degan naqshini tuvan aytib baqay deb aytdim men. Kuni ko'tarsa kompyuter bilan ko'tarib turibdi. Ammo tuvan naqshini aytmoq oson emas ekan. Sen finiyelerim bor. Menda to'lab kunab qolgan odamlarga bular yuqori ovozli odamga tuvan ovozda aytish. Abdulla akam to'xta bir aytib baq deb bo'lgandikin. Abdulla akam sening shu tuvan ovozing bek chiroyli ekan. Haqiqatan shunday. Men hamma naqshni anglayman. Hamma naqshning shu masalan yuqori ovozli eng avvalisi yuqori naqshlarning boshlanish nuqtasida hech bo'lmagan o'tir ovozlar qismi to'g'ri kelib qolibdi. Aşağıdaki avaz yaman natif gidiyor. Birinci kubletden başlanış noktaları her qanday naqshning. Agar sal tuvarak tushirib qolsa, rasmiy odamni jig' qildigan bir hissiyot paydo qildi menda. Shuni o'ylab davomli dedim. Mana mush ovoz doirang bak chiroyli. Mening mushu 20-30 yilni naqsh aytib topgan tajribamga asoslanganda mush ovoz rayini bo'pmaliqi cho'nqur mazmunliq naqshlarni hissiyotini ifodalashda bak muhim. Mishani asos qilsam bo'g'dak dedim. Bu ovoz yuqori haqiqatan nagida shunda chiqdi. Odamning havskagida u musobaqalarda ishlat bu ovozni dedim. Boshqalarning boshqacha bir ortiqchilikqa ega uchun yoki natijaga ega uchun bu yuqori ovozni amal ba hamma naqshni ishlatmay naqshning mazmuniga asosan tanlab olgan. Tuma yaqindan beri chiqqan naqshlar shunda bir rohatchi, rohat. Uning ustiga atlakamniki shu tutgan yo'lni kirib olsa odamcha shu naqsh aytdi. Ajoyib rohatga odam naqsh aytish. Bir xil rohat bilingan. Men ta'sirroq kirdim, ammo yana yomon emas deb qardim. Nechqatim aytib berdim, tuan ovozli naqsh aytib berdim. Tamburchab aytib bersam ko'zi yumilib ketibdi. Uni ko'zi yumilsam shunda naqshinimi abda aytgan chiqan bor deb bek aytibdi. Bek aytibdi. Abdulla akamningki bir gapi bor, naqshchi sening chiqish naqshni haqiqatan aytgan vaqtida o'ziga azroq ehtiyot uchun tuvan ovoz o'rnab qo'yish kerak ekan. Men burungi vaqtlarimda masalan bo'lmasa o'tgan. Burungi vaqtlarimda men boshda mening ovozim o'tirish yuqori ovozga tava bo'lgandan keyin qancha qiynalib ketsam men cho'qim ayta olmayman ma'ni deb yuqoriga eslab oldim. Keyin Abdulla akamning ma gaplari bizga
bir uyunish bo'ldi ekan shu yo'lda jimjaqnam o'zimni tepib yotibman imkoniyatimizdan berichi eng chekiga privatmay yudi hamda ehtiyot qilib qo'ysak biz texim erkinroq o'ynay olamizda. Masalan, bizning Uyg'ur naqshlarida puroqlar bek murakkab. Hissiyotni ifodalash uchun ishlatgan agit ovozlar, puroqlari bakrak kuchli bo'lgandan keyin eng shu qo'rsoqda qolib qo'ysa erkin bo'lolmaymiz. Ovozni to'g'ri chiqarish yoki voyaga yetkazish bilan diqqatimiz bo'linib ketib qoldi. Avji puroqlarini toza to'liq mukammal ifodalab bo'lolmaymiz. Hissiyotni bo'lib. Bugun sening bilan suhbatimizda men nihoyat bak o'zir oldim. Jumladan men ko'pchilikni sen to'g'risida bilmaydigan nurg'un kutayotgan muhabbatli parolni oldi deb o'ylayman. Sening yana nurg'un biz bilmaydigan, ko'pchilik bilmaydigan hikoyalaringdan sening texmo bir qadam ilgariga oldi tunishdik. Sen bir ijodiyatchi, bir naqshchi, biz naqshlarni davom anglab turamiz. İcatlarından bir yerde bizga bir ishlab bersak bu toz bo'lmaydigan ish. Bir yaxshi muzikantimiz. Bugungi kunda ko'pchilik bilan bir chiroyli bir muzikani o'rindab bizni bir o'zlantirishga shunday imkoniyat bo'lamdi, bo'lmamdi. Muzik chaplarsiz? Her sahar bir erkekni kutib turdig'ini yuksak mas'uliyat. Ammo sarkarda alkuyar erlar yurishligi hamroh bo'lgan har bir kunni men cheksiz mamnuniyat ilkida kutib olaman va to'lib toshgan ishonch bilan boshlayman. Sarkarda alkuyar erlar yurishligi va charchuv suyuqligi qomatimga yanama salofat baxsh etadi. Cho'lponlarga xos jazbidorlikni sizmi sarkarda erlar yurishligidan topalaysiz. Sarkarda alkuyar erlar teri asrash yurishligi va alkuyar mahsulotlari. Vaqtida ishimiz telefonlashsak mı şu telefonda bir muzikant balalar tushunibmi nechalarni? Mush duttadi bir chelivatgandan tanaverni. Bir kubletda chaldim, ammo oyog'ini anglaysam chiqmay qoldi uni. Ashini chapiramsan. Chalalamayman.
Rahmat. Demek endi biz mana qisqa bo'lsa suhbatlarimiz orqali sening turmushga, hayotga bo'lgan ko'z qarashlaringni bildik. Biz bilmaydigan o'tmishlaringni bildik. Bugungi sening bilan bo'lgan suhbatimizda shunchalik bir xo'shallik topdim. Ya'ni bizga davomli shunday o'zaro ko'rishib turadigan, so'zlashib turadigan, sirdashib turadigan fursat izlaymiz. Ukam bugun hamda sening bilan suhbatlash orqali mamnun bo'ldik. Xushallik topdik. Bir oxirida bugungi kunda mushu suhbatning o'zida sening yana chiroyli nodir naqshlaringdan birini anglashga bo'lamdi. Bo'ladi aka, chataq yo'q bunda. Qanamsa sendan naqsh kutamiz. Sımılger aramga melhem küngül yaramga melhem küngül yaramga sadık öyge anamga mikrim çeksiz dadamga sadık öyge anamga mikrim çeksiz dadamga Havul berdem çağları kılgan gülzar bağları kılgan gülzar Hüsn koşkan dadamga yüzde kuruk dağları Hüsn koşkan dadamga Bizni qo'shdi qatarga chidatning bir chapaga baydur mehri vafaga rahmat ishchan dadamga Hamamdır, minlap razi zamandır Korkmay keldi cefadin Yassun akşam dadamga
iki qatarga Kütey dastan dadamga Kütey dastan dadamga